Assalomu alaykum. Hurmatli aziz yurtdoshlar. Mening obunachilarim. Bormisizlar, omonmisizlar? Boringizga shukr. Men yana Xorazm Yangi bozor blogi Xalboyev Matopa. Bugun sizlarga Emimi zapravkada bo'lib turgan yangilikni, o'zgarishlar haqida hozir sizlarga video davomida hozir ko'rsatib o'taman. Emimi zapravkadagi qo'zg'atamizning xudo xolasa qilgan o'zgarishlari haqida hozir hurmatli haydovchilar sizlarga batafsil hozir ma'lumot berib o'taman video davomida. Ushbu videoni borg'in maksimal darajada butun haydovchilarga, taksistlarga jo'natib qo'yasizlar. Hurmatli aziz obunachilar. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz yurtdoshlar, obunachilar, bormisizlar, omonmisizlar? Xorazm Yangi bozor blogi Xalboyev Matopaman. Men hozir mana ko'rib turibsizlar, taksistlarning yonidaman. Mana taksistlar, Xalqobod yo'ldagi taksistlar bu. Mana ko'rib turganingiz shu 041 degan Cobalt avtomashinasi hozir Emimi zapravkaga borib gaz solib keldi. Hozir men sizlarga buni manometrini ko'rsaman, qancha davlina bergandi mana. Mana o'z ko'zingiz bilan ko'ring manometrni. 210-220 davlina bergan. Emimi zapravka. Endi Emimi zapravkada bo'lib turgan yangilikni hozir sizlarga ko'rsataman. Yangilik. Mana ko'rib turganingiz mana shu qog'oz mana. Buni hozir operator birinchi solishi solib berib ekan. Mana shu qog'ozni operator yana pechet bosib 10 marta solasizlar. 10 marta solgandan keyin 11-chisi mana bonus deb qo'ydi. 11-chisi bonus. 11-chisida bepul. Pul olmaydi Emimi zapravkada. Mana shunday qo'zg'atamiz yangilik yaratib qo'ydi. Bilasizlar, Emimi zapravkada kechqurun soat 10 dan ertalabki 7 gacha 4700 so'm. Ana 7 dan keyin borib solsangizlar, mana shu Jahongirning qo'lindagi qog'ozni sizlarga operator berib beradi ina. Yana o'z ko'zingiz bilan ko'ring. 10 marta solasizlar, 11-chisida bonus. Pul olinmaydi, bepul solib beradi. Mana hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana bu videoni xudo xolasa butun taksistlarga, haydovchilarga maksimal darajada jo'natib qo'yamiz o'rtoqlar. Yana qolaversa, qo'zg'atamizga Emimi zapravkaga minnatdorchilik bildirib qo'yishimiz kerak. Hurmatli aziz yurtdoshlar.